Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yaqinda kimda-kim bolalarga, ayollarga qo'l ko'tarsa qamaladi yoki O'zbekistonni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi degan videosidan keyin ham o'z bilganidan qolmay ayolini urib, jag'ini sindirgan bu erkakka qonuniy chora ko'rishlaringizni so'raymiz. Videoni ko'ring va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Hurmatli Eski Jo'mbay mahallasi fuqarolari, mana Xo'jayev olim, Odil kuyovim ekanliklarini hammalaringiz bilasizlar. Mana 3 oy oldin qizimni jag'ini sindirib, tishlarini sindirib tashlagan edi. 3 ta bolasi uchun kechirgan edim. Bundan ichki ishlar ham xabardor. Bu safargisida shisha parchalari bilan yuz qismiga, tana qismlariga bir necha joyiga jarohat yetkazib, uyiga qon jo'shagan holatda tashab ketgan. Shundan keyin qaynonasiga больницаga olib boring desa, uyimizni sharmanda qilyapsan, men seni davolataman deb rayonda o'tiradigan qizi Ortiqova Umidani chaqirib, u kelgancha yarim soat, 1 soat vaqt o'tib qonga belanib yotgan qizimni bular aldab больницаga olib boraman, yiqildim deb aytasan deb, больницаga olib boraman deb yo'lda har xil haqoratli so'zlar bilan asabiga tegib, o'zini o'ldirishga majburlab, Mirza Ariq kanalini ustidagi ko'prik ustiga qon jo'shagan holatda tashlab ketgan. Shuning uchun shu aka singillarga, shu oilaga iltimos, g'oyibdan falokatlar o'zlariga kelishini so'rab, bitta duo qilib, amin qilib qo'yishlaringizni so'rayman. Amin, Allohu akbar. Yana keyingi murojaatim ichki ishlar xodimlari, sizlardan iltimos, shu ishni ko'ryapsizlar. Sizlarga yana aniqlik kiritish maqsadida qizimni bir necha joyiga shisha parchalari bilan jarohatlanganligi uchun Xo'jayev Odilga 97-moddaning 2-qismi bilan ish ko'rishlaringizni so'rayman. Uyidan yaxshi gapirib, больницаga davolataman deb olib chiqib, yo'lda har xil haqoratli so'zlar bilan, qolipga sig'maydigan so'zlar bilan qizimni stress holatga tushirib, o'zingni o'ldir deb turib, Mirza Ariq kanalini ustiga, ko'prikni ustiga pishqirib oqib yotgan kanalga shu ishlarni yopish uchun o'zingni o'ldir deb tashlab ketib ganligi uchun Ortiqova Umidaga 103-modda bilan ish ko'rishlaringizni sizlardan iltimos qilaman. Hali ham rahmat guvohim bor. Shu qo'shnimiz Shodiyev Baxtiyor aka shu yerga kelib qolib, qizimni больницаga olib borgani uchun Shodiyev Baxtiyor akaga rahmat aytaman. Amin.